Sizce Xitayning ta'tir tashviqotiga aldanib ketganlar kimlar? Xalqimizni bu aldamchilikdan yoki bu ta'tir tashviqotdan qanday ogohlantira olamiz? Bunun aldığını gitip algan kırındaşlarımız abim diginimdek evvel ula bilen mandakılık Xitayning nurg'un qarindoshlarımızning beshidan o'tdi, ammo nurg'un qarindoshlarimiz buni demayotdi. Uni demaganini bizmi bilamiz, o'zimi biladi. Chunki demaslikdagi sabab men Xitoy soqchisi menga WhatsAppdan ben şunu deb qo'y qarindoshlar. Xitoy bütün muajiratdagi, mayli tog'dagi bo'lsin, mayli bog'dagi bo'lsin, mayli aktiv siyosatchi bo'lsin, mayli bir tashkilotning raislari bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, Xitoy hech kimni bo'sh qo'ymaydi. Vasitlik yoki bevosita aloqalashmasmi, vasitlik shaklida butunlay aloqa o'rnatishga tirishdi. Chunki Xitoyning bu bizning Sharq Turkistonning har bir o'lka, kanit, shu malikcha butunlay birdan saqchi o'rnashtirildi. O adamcı Xitay'da. Bundan saqchi o'rnashtirishga oson gap. Anan kendi butunlay chet eldagi Shvetsiyada kim bor, kim yo'q, qaysi chutdan adam bor, qaysi mahallidan degandek hammamizning arxiv bor. Arxiv qarab meni boshqaning saqchilari boshqarmaydi. Meni qarmay, jutum qarmay, nopsim qarmaydi, meni qarmayning saqchilari boshqurdi. Qarmayning saqchilariga elakani nimasiga, tavalligiga, qarmayning saqchilari mening izdirigimni qiladi. Ya'ni mening arxivimni to'g'izib, mening qenimning tipi, bo'yamning egizligi, balamning nechisi borligi, mening qaysi telefonim borligi, mening nerda turib nima ish qila oladiganligim, iqtisodiy kirimim va salomatligim degandek bu uchurlarning hammani Xitoyning qarmayning anchaninki bu to'playdi. Başka şutnikini hemmesini aşağı toplaydı. Aşağı toplap anandan keyin man umude man olsa men aşkarlaydım emas ma. Man olsa mening telefonum avtomatik küçülüş üskülleri olgan ekan. Xitoy man olmay. Man olsa mago olsak, mago mijaz eskiga gachida aşkarlaydı da bagi bizgimi qondamaydı gibimizin dep. Şuna manga umude ama men şu etrafımdaki abam deganimdek hemme biladigan qarindoshlarımızning nimasiga urib chiqdi. Urib chiqib qaydedin. Yani şu Xitayning siyosiy kengayishigini 3-chi ay tugdi, 3-chi ay chiqqandan keyin yana bir qayta tartiblashilik bor. Xitoy biladi, hammamizning nariligini nima ish qilayotganligini. Ammo ba'zilarining telefonni olishib ketgan bo'lsa yoki nima qilib ketgan bo'lsa, o'rin almashib ketgan bo'lsa yoki o'zlaridan boshqa bir uchur kelib, yo'qolib ketdi, ketib qoldi deganini bilgisi kelgan bo'lsa, uni qaytadan arxivni qaytadan etlab chiqdi. Ko'rib chiqdi. Shunda hammasi telefon urib, hani keyin ba'ziga WhatsAppda anangizni ko'rishtirib qo'yay, dadingizni ko'rishtirib qo'yay va yoki hozir vatan siyosati yaxshi bo'ldi, bir-birini bilan ko'rishtirish, unda avvallashish yoki WhatsAppda mening WhatsAppim bor, mana WhatsApp qachlanmagan bilan meniki qachilindi. Shu men qaralik uyingizga kelib, uyingizda yo'qlig'ach, mau sizni urug' qaldingiz bilan ko'rishtirib qo'yma degan shaklda mendan munosabat bog'lashtirishdi. Bu munosabatda Abdullaka va rahmat va jinim saqchaka deb aşının nimasiga chiqib ketganini bulimda tanlab chiqdi. Tanlab chiqib, maningga mandarak gapni qilsak, unga qiyinchiligingiz bormi? Pulingiz tugab ketgan bo'lsa, pul beray, bir ishlaringiz hal bo'lmagan bo'lsa, nima qilay? Endi bekrak aldam qolsa, bek shahrimizni berib o'tganlik, undan so'ng bugun davlat kelamsiz yoki Dubay kelamsiz yo Saudiyaga kelamsiz degan shaklda takliflar bulundu. Muş tekliflerini kabul kılıp vay maqo biz bilan bir ko'rishay, anam bilan dadam bilan falan yerda ko'rishtirib qo'ying degan nima tushib ketganini asta qo'lini bir yoq ağrıdı. Anandan keyin tashkilotlardan yomonlab ketgan, jamoatlardan yomonlab ketgan ularga bir yoq ağrıdı. Anandan keyin işte men bir tuqunimni bir ko'rib kelsam, boshqa g'albam yo'qdi deganini men faqat Xitoy qarshi namoyishlarga bayroq ko'targan edi, bormagan, turmagan deganini uni bir turkum qilib chiqdi. Chiqib buni turga arib bo'lgandan keyin Xitoy abam bilan bir-birlab aloqalashib, aniket o'ziga ram keladigan. Buning hammasi munofiq emas, shuma yana. Bu tushayotganning hammasi munofiq emas, mushundaq shaklda kutib olganlar. Qarindoshlarimiz mushundaq shaklda Xitoyning damu uchib ketgandan keyin Xitoyning uning ozlik tarafini tutib turib, anandan keyin unga qo'l soldi. Aniket keyin vazifa berdi. Shuning bilan bu qarindoshlarimizning ko'pinchisi abam sizning qandaq odamlar ketib bordi deganda mushundaq Xitoy bilan kontakt o'rnatib, Xitoy bilan bir aloqa bog'lab, ilishib qolganini, asta-asta o'zi kontrol qila oladiganini, ana kendi ularga ruxsat beryapti. U vatanning sizning kirisimi nima qiladi? Vatanning vatandan chiqib, nima kirsa, uni kontrol qila oladigan odamlarga ruxsat beryapti. Shuna bu tipdagi odamlar abamqidek bir şekilde bilib bilmagan shaklda Xitoyning damlariga, Xitoyning qilqiga uchib ketganligi uchun
veya ki "Vay men satmadım go, men işimi kılmadım go, men işimni bilmeymen go, işim Uygur'un işkana işi arlaşmadım go. Men basam nima bo'pti, men nimani deyman" dedi. To'g'ri, sen nimani deyoladigan bilman yo'q. Lekin Xitoy sening shu Uyg'urligingdan, sening kagining paylan. Sening o kagining shu bizga irqiy qirg'inchilik deb tam urib bergan, u yerdagi boshqa bizni qo'llayotgan ba'zi bir chet elliklarga ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Ana keyin Uyg'urlar o'zaro mandaq ixtilofni keltirib chiqishi mumkin. Masalan, biz borganni hozir yaxshi ko'rmayman. Masalan, Gollandiyada bir Akbar Hajim dedi, biz chiqdi dedi, yana bir yerdan biz chiqdi dedi, yana bir yerdan biz chiqdi dedi. Nurg'unlagan videolar kelyapti. Xitoy buni bilib oshkora qilyapti, mana. Bu planlı qaldı aşkarlıq. Bo'lmasa Akbar Hajimning misol olsak 2013 yil to'y qilib bo'lgan bola ekan u. O'sha yashayotgan bolalar cho'nglab bo'lgan bolalar. Uning 2023 yil borgan vaqtda to'y qilishning nima ahamiyati bo'ldi? Nima Xitoyga nima lozim bo'lib qoldi? Yoki bo'lsa u apsi saqchi demiş bu deyilmişki. U xotinga nimaga lozim bo'lib qoldi bolaning to'yini qilish? Nimaga ehtiyoj bo'lib qoldi? Xitoyning tashviqotga ehtiyoj bo'lib qoldi. Shuna deymizda, shunami ya? Xitoy bunun bir toyunun köydük toyunun menzeresine sabla ayarlı iken o toylar onun bankı çeydekten bir oluptan da sabla bir ayarlı jıgılış kıkandık. O toydu girek toyamazken bir toyla kiyim kiyip dem de o balla. Hem de o ne kılışının zaten tüp məqsidi nime? Xitay Ekber Hacim ne xəcivi düşmü? Ya komasa ayarlı bir toy diyen nərsini kılıp bu arkalık Uygurlar, muhaciret Uygurlar arasında bir gavga kılışma. Her ikisi var. Her ikisi var. Xitay her kandak şekilde meyli Xitayga 10. olaydı, sonuncu olaydı Xitayga okşayıp payda. Xitayga karşı duruyatkan mı Xitay'nın düşmeni? Xitayga karşı durmayatkan mı Uygur Xitay'nın düşmeni? Bunu bilişimiz gerek. Ama bunu bilenmey, ben Xitayga karşı durmagandım, ben Xitay ile öpütkendim, ben Xitay'nın pasportunu tere yengişlemeyendim diyen bile biz Xitayga yakışacak olamayız. Biz Xitay bizne kıska müddet mühürümüzü şaplaklap koyuş mümkün. İşimiz tüygendiyken Xitay okşay caylaydı. Okşaş etiği verdi bizim türümüzü. Şu an bu yerde oynayatkan oyunu Xitay'la. Mesela bazı bir adamını çıkardı. Mesela Avustralya'da bir hanım geldi. Vətən verip geldi. Vətən verip geldi. Vay vətən anda yaxşılap gitdi. Vay manda yaxşılap gitdi. Sorunda. Ayallar var sorunda. Naydı maktap gitdi. Maktap gitdi. Bir ayal çıktı. Xene bunda olsa sizin yoldaşınız demişin, etkilenmediğiniz yoldaşınız ne? Yoldaşınız demişin nezər kaldı vətəndə. Deptiken şu koptu. Nima deganda, bichara xotinning bichara qo'yay, bichara xotinning yo'ldashini ayaga göre yapıp, xotinni tashviqotga chiqarmoqda. Berib kelib 30 kun turibdi-da, tavr taxminan bilishimcha. 30 kun tursin yo 20 kun tursin, bu yerda turgandan keyin andan qo'yam chiqam. Avtomatik uni talab qildi Xitoy. Avtomatik şekilde siz andan sonra verib, shu ba so'rilida yo WhatsApp toplarda yo bu yerda siyosatning yaxshiligini da. Andan da onun kadar ifadenizi qaraymiz degan vazifani berishi mumkin. Şu anda chiqqanlar voy siyosat yaxshilab ketibdi. Şu aylık mayli Avstriyadan chiqqanlar olsun, men boshqa yerdan chiqqanlar olsun. Ba'zilar Turkiyadan chiqqanlar gap qila oladi, ba'zilar gap qila olmadi. Ba'zilar ham yag'an saravlablar, ana turib olgan gap. Amal yo'q ham çünkü bicharaga o yurak izlab ketgan ekan. Onu to'g'ri tushunamiz. Ama ba'zilari voy siyosat yaxshi-ku, voy bizga ishim qilmadi, bizni choy ichishni sabab qilmadi. İşimi qilmaydigan yo'q-ku. Xitoy ishimi qilmaydigan Xitoy emas uchu. Bizimi qiladi. O saçkan kapağımızın başka yere aparıp çok Xitay. Başka yere aparıp onu bunu dep. Anda bir tumurun tutu çok Xitay yaman tumur tutuşuqsa. Bir söhbet arkalık, nayet yaxşı muamele kılış arkalık. Xitay nima qildi? Şu abim qilganim, bishimni gapimdan bir şey deb qo'yganim so'nim. Biz Xitoyni tushunmagan. Xitoyning bu taktikalarni, Xitoyning bu usullarini, Xitoyning bizni bir şekilde qanda o'ynatayotganligini, qanda bo'zak qilayotganligini bilmagan biz aliga to'g'ri qatta karşı tedbir alamayız. Eğer biz Xitayni düşensek, to'xtatdi bu bo'ladi. Endi vatan sirtidan cho'qim Xitoy unga nima endi bizning o'zimizning odamlari berib u vatanni unda ziyorat qilgan shaklda qila olmaydi. Xitoy unda odamlarni yo'l qo'ymaydi. Shunga o'sha odamning kirib kelishining oldini olish uchun ham kirib qolganlarni cheklik doirada, ya'ni o'zining urtuqqanlari bilan bir şekilde gap qilmaydigan odamlar bilan kurashtirdi. Shu bo'yicha echkitdi. Qo'yib birdi joyiga. Ana keyin u yerga ya urtuqqanlar yaxshi ulamay yo'yam deganimdek, ya muhaciretlik Uyg'urlarga yaxshi ko'rinmaydi, hattoki o'zining turishlik davlatida balkim bu qonunlar chiqishi mumkin. Gollandiya chiqqan Gollandiyaningini boshqa davlatlarmi
ülgeliş mümkün. Abim diginimde Şvetsiyadımı 6300 vatandaş boğan küçmenini çıkarıp etti, vatandaşlığını ele etti. Onu ele etkendikin, onun hatta çıkarıcı tedbirimi asasda kildiğin gibi. Şuna müşter neslerge uçuraydigan gap. Xitayning ağ görünüşü bu şekilde bizni ana tizip, Amerikadaki adamını tizip, anandan keyin bir şekilde uni vatanga apırıp, u yerden paydalanıp bir şekilde müştak bir manzarni yaratish orqali bir o'ziga bir qulaylik, yani yumshoq kuchligini, vatanga ichib etganligini, gerçi bir şekilde ba'zi bir nimaga atudi desanglar, Xitoy 2019-2020 yildan 2020 bo'lgan kasallikni, Xitoy virusining bir şekildeki nəziga atıp vaxtında keselik səbəbindən biz imkanlanmagan toq, şu hazır işini içibet toq, bu da ma şekilde bağlap aqlaşı mümkün özünü. Xitay her şekilde aqlaşqa tırışıdı, ama bununla muşu muhaciretdeki Uygurlar səgək olub, muşunun avaz qoşmay, muşunun toxtap da, mən muşunun basam qanda oludu, payda oludu, bağımsam qanda oludu degan narsanı dangsayanmagan vaqtida ziyan ehir oldu deb o'ylayman.